Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir mebelimizni ustunovka jarayonini tugatdik. Bu mebelni Xo'jobod tumani Chek mahallasiga ustunovka qildik. O'sha joyimiz 375 holatda bo'ldi, bo'yi 225 holatda bo'lgan, kir mashina borligi hisobiga. Akril material, antrast perl degan akrilda bo'ldi. Kafirlar mebel ichida 2100 ming so'mdan paganometri bo'lgan. Общий 6 million 400 ming so'mga bo'ldi. Mebel ichida to'rtburchak mo'ykasini ham ransasi kirgan. Qalindan qora sement sitillari, har doimgidek tepasida ushurkasi bor. Shular bor. Gaz, vichka, kirmovina, haladendek jamiki texnikani uyda egasidan bo'lgan, o'z olgan. Qo'shimcha taxchamiz, ochiladigan turmamiz bor. Soyuz firmani matviy stalishnitsasi plyuslar qo'yilgan. Kafe mebel ichida alyuminlari qo'yib qo'yilgan. Haladendiydi. Bu yog'ini ham ustun tushirib qo'yib ketilgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar.